Alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Turibmisizlar jigarlar? Sizlar bilan Nodibek Dilsi bolalar. Bugungi videomizda sizlar bilan biz Dream League Soccer 2026 o'yinida biz mana bu chempionat sabitiyani juda tez yutishni o'rganib o'tamiz. Videoni boshlashdan videomga like bosing, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanday biz videoni boshladik do'stlar. Do'stlar, mana tepada ko'ryapsizlar 18 Livik bosqichida 18 degan son turibdi. O'sha sonni biz kurslarda turli faqat yangi versiyalarni jigarlar 10 dan past bo'lishi, 10 dan 12, 13 shunaqa tiyinlar bo'lsa yengish ancha qiyin bo'ladi. Ayniqsa sariqroq akkauntlar shunaqa qiyin bo'ladi jigarlar. Full akkaunt bo'lish uchun tier bo'ladi jigarlar. Full akkaunt bo'lish uchun full akkauntlarga 15, 14, 13, 12 shular atrofida tiyinlar bo'lsa yengish oson bo'ladi, chunki kuchli o'yinchilar ham 15-tiyinga faqat sizlarga o'xshagan sap-sariq, oqroq, bo'troq akkauntlar tushadi-da jigarlar. Lekin 20-tiyinga sariq akkauntlar tushsa, full akkauntlardan tushish qiyin bo'ladi, faqat akkauntlarga mos akkauntlarni tushirib beradi jigarlar. Agarda 14-level akkaunt, 14-level deb 14-tiyer bo'lsa, akkauntlar 50 masalan, hamma sap-sariq endi kuchaytirib boshlangan akkauntlar bo'lishi uchun o'shalarga sizlarga 18, 20 tiyinlar maslahat beraman. 70 dan baland levelli akkauntlar bo'lsa, 14, 13, 12, 15 o'sha atrofdagi tiyinlarda o'ynashlarini maslahat beraman jigarlar. Tiyinni qanaqa qilib tushirishni bilmaganlar uchun shuni turga kirasizlar. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Biroz internetim ishlamayapti. Hozir jigarlar. Mana jigarlar, mana shunaqa akkauntdan bilan tushirib beradi jigarlar. 14-levellarga. Shuni tushasizlar, shuni o'yinni aqllayib bosolmay qoldim. Hozir to'pni olib qo'yishimiz kerak. Bo'l, chiq tepi bor. Chiqaramiz, shunaqa qilib chiqib ketamiz. Va shunaqa qilib ko'proq chiqib ketsanglar jigarlar, akkauntlar tiyerdan ko'tarilib boraveradi va sizlarga oddiyroq, kuchliroq o'yinchilar chempionatda tushadi jigarlar. Chempionatda yengib berish xizmatim bor jigarlar. Agar kimga kerak bo'lsa, kommentariyada Telegram raqamini yozib qoldiraman. O'shandan yozsanglar, sizlarga 10 ming so'mga chempionatdan qanaqa chempionat bo'lsa ham 2 soatga qolmay yengib berishga harakat qilaman. Tier 1 bo'lsa ham farqi yo'q. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosing, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammalarga rahmat jigarlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.